tilla tish qo'ydirsam yanada boyroq ko'rinamanmi? Bo'laroq ko'rinishingiz ehtimoli baland, chunki tilla tishlar modadan qolib ketgan, o'sha paytida bo'lgan moda, u boylik ramzi bo'lganda, hamma tilla tishlarni butun tishiga ham aralatib, men o'zi yoshligimda ham ko'rganman, butun tishlarga aralatib qo'ydirishgan, ro'zkish uchun, ko'rinish uchun. Atak juda yaxshi emas. Tez yedirilib ketadi, tez teshilib ketadi. Teshilgandan keyin u yoqqa ovqat kirib, ishdan chirtib oladi. Foydasi ham yo'q. Yo'q. 15 yillik karyerangizdagi eng qimmat xizmatingiz qancha bo'lgan? Hop, eng qimmati implantli venerlar bilan qilganimiz $15,000 dan oshgan. Stomatologlar rostdan ham juda ko'p pul topishadi. Stomatolog juda ko'p pul topadi degan narsani me'dadan chiqarib olish kerak, chunki uni darajasiga qarab pul topishadi. To'g'ri, $300 dan 50 ming undan ham oshiq topishi mumkin, lekin rasxod, material rasxodi, mas'uliyat yoki o'sha klinikani sodержать qilish oson narsa emas. Odam u narsani bilmaydi. No, $50,000 topsa ham bo'ladi. Bo'ladi, topsa ham bo'ladi, faqat shunga yarasha ish ham bo'ladi. Agar sizga implantatsiya, vener tishlar davolatish, oqartirish xizmatlari kerak bo'lsa, buning uchun direktimga yozing va sizga assistentlarim aloqaga chiqishadi.